Assalomu alaykum hamyurtlar, YouTube kuzatuvchilari, yurtdoshlar. Mana navbatdagi stadionimizni Xudo xolasa shu holatga olib keldik. Bitish jarayoni yetib keldi. Mana filmalar o'rnatib, rekalarni qatirib, tayyor holatda olib keldik. 42 ga 22 bo'lgan joyimizni shu ko'rinishda tayyorlab o'rnatdik. Mana arkani eng balandi yerdan ko'tarilgan balandligi 12 metr ko'tarilgan. 11.70-12 metrga borgan. Mana shu arkaning eng cho'q qismi yerdan fronton tomoni 12 metrga borgan. Firmalarimiz orasi 2,5 metrdan tushgan. Tuniga qatirishga tayyor holatda bo'lgan. Mana to'liq ma'lumotni hozir ustakamiz oldi keldi, o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum Jo'rabek aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat aka. Bitibdi Xudo xolasa aka stadionimiz aka. Xudo xolasa bitta, tuniga qatirishga tayyor holatda. Aha. Ajoyib holatda bitibdi aka. Bu 42-22 bo'lgan joyimizmi aka shu stadionimiz? 42 ga 22 bo'lgan joy aka. Aha. Yazovonda qildi aka. Ha, Andijon viloyati Yazovon tumanida bo'lgan. Mana yo'lni bo'yida, bu betonga anchayin ketish yo'lida akalar qilingan. Bu Qurtob bozorining oldida mana bizdan bu yoqda Qurtob bozori bor. Ma'lumot uchun berib o'tamiz ana. Tuniga qatirishga tayyormi endi aka Xudo xolasa? Tayyor aka, Xudo xolasa. Bu kirasiyalardan qilib qo'ysa ajoyib chiroyli holatda aka. Kirasiyalar bo'lgan. Regalarimiz 60 santimetrdan qo'yilgan har bittasini olasiz. Mana akalar bu arkamizda tepada rekan tayyor, tuniga tayyor qo'yilgan rekamizda 60 santimga qo'yilgan ekan. Chattasidan ushlash maqsadida. Ham o'ziga o'zi kashay bo'ladi, ham tunikani qatirgani ham o'sa qilib berishdi akalar mana. Kashaylar berilgan mana e'tiborda. O burchakdan eng cho'qqisigacha mana kashay berilgan mana ikki tomonga ham. Mana shu holatda kashay berilgan mana. Stadionni mustahkamlash uchun bu tomondan ham kashay berilgan. Hamma tomonlar mahkam qilib shamoliga, boshqaga bardoshli qorni ham ko'taradi aka Xudo xolasa. Ko'taradi aka. Bundan tashqari aka molxona, naves, to'yxona ustilari, tomlari hammasini qilaveramiz aka. Ha. Yonki ishlarni. Ana kuzatuvchilar o'zidan eshityaptilar, Jo'rabek akam bundan boshqa xizmatlar ham mavjud ekan. Uyda tomlari, to'yxona, chorraxona, xaladagi tomlari, shunga o'xshash qanday temirdan nimaki yopilgan bo'lsa, akaga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishgan holatlarda qilib berasiz orqali aka. Bu stadionimiz shu holatga kelguncha necha pulga bittaga qana bo'ldi, nima bo'ldi aka? Bu stadionimiz aka mashq holati 185 millionga bittaga. Aha. Mashq holati, endi tunugasini addenni gaplashadigan bo'lganmiz. Ha, tunikasini addenni kvadratda gaplashiladi. Ungacha bo'lgan jarayon 185 millionga bo'lgan. 185 millionga bittaga. Ha, xizmatlaringiz qaysi viloyatda kechik? Faqat Andijonga ham yo'q. O'zbekiston bo'ylab. Ha, kelishgan holatlarda Toshkentmi, Samarqandmi, Jizzaxmi qilib beraverasizlar? Narxlar qanaqa o'zgarmaydimi yo'l masofani evaziga? Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz aka. Ha. Hamma yoq kelishilgan holda. Ha, albatta ana obunachilarimiz albatta aytayaptiki akamiz, razmerlarning holatiga qarab kelishgan holatda summalar o'zgaraverar ekan. Qancha qulaylik bo'lgan sari summasi ham qo'shilib borar ekan. Orasi torayib, kengayishiga bog'liq aka. Ha. Qancha orasi kengaysa shuncha arzonlaydi, toraysa. Ha, material kamroq sotiladi, to'g'rimi? Material kengaygan evaziga ozroq ketadi, toray qo'shilgan evaziga ko'proq sotiladi. Shunaqa aka. Ha, eshityapsizlar, o'zimda Jo'rabek akamizni material qo'shilgan sari orasi kengayib torashiga qarab summalar o'zgaraverar ekan. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar mavjud ekan Jo'rabek akamizni aloqaga chiqaverasizlar, kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa 20 metr, 24 metrgacha bo'lgan joyda ham ustuvsiz holatlarda yo'q beramiz deyapti, to'g'rimi aka? Ha, to'g'ri aka. Mana bu 25 metr, 30 metrgacha aka bez ustun qo'yib beraveramiz. Ha, 20 metr. To'g'rilarni ham yana 22 metr, 23 metr bo'lyapti aka, qilib beryapmiz. Ularning narxi qanaqa chiqadi aka ularda? Ularga 170 mingdan 280 minggacha aka kvadrat ketaveradi aka. Ha, 200 temir ketishiga qarab aka. 170 pergarodkalari bo'lsa, o'sha 170 ming, 180 mingdan, agar pergarodkasi yo'q, 20 metr, u boshidan bu boshiga 20 metr, o'rtada bez ustiga qilib bergan bo'lsa, qimmatroq bo'ladi aka. Ha, akalar eshityapsizlar, mana devorlaringiz danalar urilgan bo'lsa, ikki orqa oldi devoringiz bo'lsa, 170 ming, 5 ming atrofida summasi chiqar ekan. Agar yerdan ko'tarilgan bo'lsa, firmalar stokalari, masalan, yerdan 4 metrmi, 5 metrmi holatiga qarab stoka ko'tarilib, ikki yonda ham xori regel progon ketadigan bo'lsa, 250 ming, 280 minggacha puli o'ynaver ekan akalar. Xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlar yozib qo'yamiz, Jo'rabek akamiz aloqaga chiqaverasizlar. Videolar so'ngida like, podpiskani ayamanglar, obuna bo'lib qolinglar akalar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.